Bozorda har doim birinchi bo'lib kirib kelgan tovar brend o'zini nomini boshqa raqobatchilarga meros qilib qoldiradi. Ya'ni o'sha brendni nishasi hali zaynib bo'lmagan bo'lsa, boshqa korxonalardan o'sha korxonaning brendini biz boshqa tovarlarga nisbatan ishlab boshlaymiz. Masalan, Ariston. Ariston o'zi bitta brendning nomi, lekin hamma elektron sovuq isitgichlarni biz Ariston deb aytamiz. Yoki Tefal. Elektr choynaklarning boshqa brendlari ham bor, lekin biz hammasini Tefal deb aytamiz. Yoki bo'lmasam Click bozorga bu birinchi bo'lib kirib kelgani uchun biz do'konlarga kirganimizda o'sha do'kon egalari Click qil deydi-ku, lekin biz boshqa to'lov usulidan foydalanishimiz mumkin, boshqa to'lov ilovasidan foydalanishimiz mumkin, lekin hammasini Click deb aytamiz. Yoki bo'lmasa mana Akfa bozorga birinchi bo'lib mana shunaqa profillarni ishlab chiqargani uchun profil oynalarini hammasini Akfa deb aytamiz. Yoki bo'lmasa Pampers. Hamma bolalar tagliklarini u Lalaco bo'ladimi, u Huggies bo'ladimi, hammasini Pampers deb aytishga o'rganib qolganmiz. Nima uchun? Chunki bozorga birinchi bo'lib mana shu Pampers tagliklari kirib kelgan. Yana qanday shunaqa boshqa brendlarni bilsangiz, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin, boshqalar ham ko'rishi uchun.